Mana shogirdimiz Xudoyorxon mana Mahmudjon yo'llashibdi, eslabiga kelib, ustoz mana endi kecha tug'ilgan kuningiz bo'pti. Ha bugun ham endi 18 deb birga mana bir choy ichib o'tiribmiz. Hozir kirib ketamiz zapisga. Ha, qani bir ikki og'iz gapirib qo'ying, Xudoyorxon, tabriklab qo'yasiz, nima deysiz? Tabriklaymiz, tug'ilgan kunlaringiz bilan muborak bo'lsin. Ilohim 100 yoshligiga tanjoni sog' bo'lib kirib yuring. Ilohim. Bizni ko'rib yuring. Ilohim salomat bo'ling. Bolalaringizga bosh bo'ling. Endi mana Xudoga shukr, mana bir oydan beri eslab shu televizor, radio 40 yil, 50 yil ishlab kami bor ekan. Chaqiryapti o'rtoqlar. Shu qadrlab chaqirganiga shukr. Doimo kerak bo'laylik. Omonlik bo'lsin, Mahmudjonni tabriklaymiz. Ko'p bizni yoshlardan ham o'tib ketsin. Bolalariga bosh bo'lsin. Nima deymiz? Ijodiga baraka. Mana bu yerda Abdulla akam o'tiribdi, Farhodjon bilan mana. Ana shu Abdulla G'ofurov bo'ladi endi qadr qilib ko'p. Bu Farhodjon. Mana hozir sekin yig'ilishyapti.